qo'yning palligining ichidan chiqadigan tug'ur, ya'ni quyruqni yumshoq chanab sho'yla etib berish, gulqanni atdiganda nonga suvab non bilan gulqan berish, anjir murabbosini ko'proq berish, bolalar yoqtirsa kunda 2 tal zaytun konservasi berishning bolalarning aqliy buluqini etishdagi roli nihoyat cho'ng. Aqliy qobiliyati tuvan bolalarni oilada ozuqliq orqali davolashga doir naq gapdan birini qilay. Nurg'un bolalar axlat yemaklar, alayli tayyorchi, kintaji to'g'illari, shundoqlar tayyor o'ralma yemaklar va kampet, marojni, binjilin qatorliqlarni asosiy ozuqliq o'rnida iste'mol qilib olib, asosiy ozuqlarni ishtaha bilan yemaydi. Kechasi sovuq tagi cho'milib yotadi. Hatto kechida yotgan yerdan qopmay yotganning oyog'idan qopidi. Bu ularning uyquga qanammayotganligining, ozuq yetishmayotganligining badandagi ro'shan belgisi bo'lib, bolalarga qon quvvat to'liqlashga yetarlik ahamiyat bermaganda, bolalarning aql farosatidan va o'rganish natijasidan eg'iz ochqili bo'lmaydi. Bu xil aqliy iqtidor chekingan bolalarni oilada qanday parvarish qilish kerak? Eng muhimi, qo'yning palligining ichidan chiqadigan tug'ur, ya'ni quyruqni yumshoq chanab sho'yla etib berish, gulqanni atdiganda nonga suvab non bilan gulqan berish, anjir murabbosini ko'proq berish, bolalar yoqtirsa kunda 2 tal zaytun konservasi berishning bolalarning aqliy buluqini etishdagi roli nihoyat cho'ng. Buning bilanmi bolalarning o'rganish natijasi ro'shan yaxshilanmasa, aqliy qobiliyati sijil tuvan bo'lsa, udun, oltin yaproq, za'faron iksiri bolalarning aqliy iqtidorini kuchaytirib, bolalarning ham o'rganish natijasining yaxshi bo'lishini hamda sog'lom tuman cho'ng bo'lishini ilgari surishga roli nihoyat cho'ng. Bolalar aql buluqi, oltin yaproq, za'faron iksirini oiladan kam qilmag'aysiz. 抖音